Kelyapti. Rahmat. Mabodo 222-xonaga emasmi? Ha, shu yerga. Tak, razma zakaz beruvdim. Olib keling, uzmoqchi chiqaman aka. Yo'q, tepaga chiqamiz, olib chiqib olaman. Qalay aka? Ishda qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? Ha, yo'q, oson ishda o'zi bo'ladi. Daromadingiz yaxshimi? Yaxshi, hozir zakazlar ko'p. Yaqinda sevganimni tug'ilgan kuni. Shunga sovg'aga pul to'playapman. Sevganimni deng. Yaxshi ko'rasizmi? Juda ham. Sevganingizga sovg'a olishingiz yaxshi, lekin ota-onangizni ham esdan chiqarib qo'ymang. Chunki ular sizni juda yaxshi ko'rishadi. To'g'ri aytasiz. Xo'sh, mana uyga ham keldik. Yomg'ir tinmay yog'ar, izlaring yuvilar ammo yurakda izlaring. Nodir aka,